Assalomu alaykum to'rdoshlar. Yaxshimisizlar? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Uyg'urning erkiy qirg'inchilik uchrashi shu ziminning egasi bo'lganligi uchun. Hozir dunyo vaziyatidagi o'zgarishlardan sizlarning haqiqatan xabaringlar bor yoki xabaringlar yo'q. Xitoy virusining maqsadlik Xitoyning tajribaxonasi orqali biologik qurol shaklda butun dunyoga tarqatganligi butun dunyoga oshkorlanyapti. Ham nopuzliq olimlar, tadqiqotchilar mush to'g'risida ilmiy maqolalarni e'lon qilib, mushuni texmo kuchaytirgan bir bosqichda kelyapti. Biz o'zimizni holi bilan yuramdik yoki vatanimiz ega chiqamdik, mushuni yaxshi o'ylash baqsanglar bo'ladi. Vatanning egasi vatanda. Lekin biz vatanning faqat ovoz bo'la olamiz. To'g'ri ovoz bo'lganimiz yaxshi. Mustaqillikdan boshqa hech qanday chiqish yo'limiz yo'q Xitoydan ayrilishga. O'ylab yiqinglarchu. Endi Xitoy virusi manbasini tekshirish deb nima uchun shuning bilan kirishyapti? Jiq davlatlarda ovoz qo'shayotganlar shu nopuzliq olimlar. Ba'zan bir manbalar, tadqiqot manbalari o'tirib chiqyapti. Xoinlar quturayapti. Necha vaqtni yoki avtonomiya o'tib-o'tdi va demokratiyalashtiramiz Xitoyni deb yurganlar to'satdan mustaqilchi qalpig'ini kiyib oldi, to'nini kiyib oldi. Ashlarning sababi nima? Uvusiga o't ketyapti. Xoinlarniki. Siz uyqungizni ochmasangiz, qarindoshlaringiz bilan hargiz ko'rishamaydiganingizni cho'qib bilishingiz kerak. Uyg'urga mustaqillikdan boshqa hech qanday chiqish yo'li yo'q. Dunyo vaziyati cho'ng bir o'zgarishlar bo'ldigini 100%. Aqlingizni ishlatsangiz, bo'sha puroqlarni puray olasiz. Ba'zan narsalarga erishamaydigan yerlarda yurmay, hech bo'lmaganda vatan deb ovoz chiqarib qo'ying. Tayoq yedim, tayoq yedim. Tayoq nimish yeding? Tayoq yeganlik uchun nimish qilsa, vatanning ega chiqsa degan narsalar bo'lar. Kaç tayoq yedim, maymaq desa, maqolni qilib yurmaysa, Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Erkiy qirg'inchilik uchirgan millat zimin deb chiqdi. O'ylab yiqinglar. Xitoy virusini butun dunyoga tarqatganlik uchun, maqsadli tarqatganlik uchun bu bir cho'ng jinoyat. Uyg'urga erkiy qirg'inchilik uchun yurgizayotgani umumiy bir jinoyat. Mush ikki turli jinoyat Xitoyning o'lishiga yetib boshlagan isbot. O'ylab yiqing. Aqlingizni ishlatsangiz javob topa olasiz. Uyg'urga mustaqillikdan boshqa hech qanday chiqish yo'li yo'q. Rahmat sizlarga.